Ko'rsatavering, bo'ldi. Tas nima deydi? Obunachilar eng asosan kishini yoshlarni qidirib yurgan obunachilarimiz ko'p edi. Hay jonivor. Ikkitish. Hay jonivor. Akalar, qo'ydi ot kelib qoldi deydi, uni oti. Akalar katta qo'y ferma ekanmiz. Xudo xolasa bir 150 bosh atrofida qo'y bor ekan. Videomizni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib tursalaring, zo'rlari hali oldinda. Akalar mana yirik katta partiya qo'ylar. Akalar mana. Bo'g'oz qo'ylar hammasidan chiqadi. Videomizni oxirigacha ko'rib turinglar. Bittadan like bosib. Uni mana hash qo'ylar hammasi chiqadi. Zo'rlari hali oldinda. Bittadan like bosishdan chiqmas akalar, tamom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari. Azam jon menga bunundaqa bo'g'oz soliqlardan chiqarib turing. O'ta katta yirigidan degan akalarimizga. Akalar, bugun biz Namangan shahar, Namangan o'sha Lola yo'liga kelganmiz. Akalar, xudo xolasa bugun o'ta boshqacha video qilamiz. Xudo xolasa bittadan like'larni bosib, videomizni oxirigacha ko'rib turing. Qirg'izistondan yangi partiya bo'g'oz soliqda zo'rlardan yetib keldi. Akalar, xudo xolasa o'ta katta yirik soliqlar, ham desa yosh sifatlilardan kelgan. Akalar, xudo xolasa nima deydi? Videomizni oxirigacha ko'rib, bittadan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa. Yo'qsa, xudo xolasa o'sha Islom akamizni qo'y fermalar ekanmiz. Narxlari bugun o'ta arzon bo'ladi deyaptilar. Arzonni ham juda arzonidan, xudo xolasa yosh, katta, yirik bo'g'oz soliqlar olib keldim deyaptilar. Xudo xolasa biz yetib kelganmiz. Sizlar oxirigacha ko'rib turing, arzon bo'g'oz soliqni zo'rlardan chiqarib berishga harakat qilamiz. Yo'qsa, Islom akamizni o'zlar. Islom aka, ey, qalaysiz? Yaxshi. Nima deydi? Bugun siz kanalda yangisiz. Xudo xolasa arzon qilib Islom akadan ko'proq chiqarib berib turing deydi, qo'yingda, xudo xolasa. Yengil qilib. Birinchi partiyamizga necha bosh? Bu yerda 29. 29 bir kam 30 bosh akalar, lekin soliqni ham kattalar yana. Hammasini qulog'ida baldog'i bor. Bir chopon. Bir chopon akalar, xudo xolasa. Birovni. Hammasi 2-4 xudo xolasa. Yosh, eng asosan yosh akalar mana. Ishlar yo'qsa biz birinchi ishlardan boshladik mana. 4 ish. 4 hammasi yosh qo'yiladi. Yosh akalar, lekin bejolar. Bo'lishlaringizga yengil qilib beramiz. Narxi o'ta arzon. Narxi o'ta arzon. O'ta arzon bo'ladi deyaptilar. Buni qarang, bo'ylari ham shu 85 atrofida bemalol chiqaradi shekilli, o'ta katta yirik soliqlar. Akalar, lekin buni qarang. Mashlarni ham ichini oching, tas ko'rsating, hammasini tas real obunachilarimizga tas tushlarini eng asosan yosh bo'lsin dedi-yu akalar, buni qarang. Lekin yirik ekan soliqlar. Ushab. Mashalloh akalar. Lekin mana mash qo'yiladi arzonini to'q qo'ydi dedi-yu, yoshidan dedi, yoshlaridan. Buni qarang. Bu qo'yindi. Hay janovorlar akalar. Ushab tas 4 yosh akalar, eng asosan. 2 tish 4 tish eng baland 6 tish ham bo'lsa kerak ichida. Bitta chiqib qolishi mumkin. Akalar, lekin qo'ylarga to'yna bering. Hammasi suyakchan varianti. Qayerdan yetib keldi bular? Islom aka? Qirg'iziston. Qirg'iziston Talas qo'ylaridan kelgan. Qachon yetib keldi? Yemoq, ichmoq sog'liklari. Avvalga yetgan, yeb-ichish hammasi zo'radi. Garantiya beramizmi? Ha, bir haftaga. Xotirjam sinab ko'rib kelgan olasiz akalar, lekin qo'ydi. Hammasi kallalariga da beni o'z basharasi ettiribdi, yoshligi. Buni qarang, uzun, limuzin variant. Raza boqadigan qo'ylar ekanda o'zi ham, ha? Zo'r bo'lasa yurmani. Hammasi bo'g'oz. Bo'g'oz. Hammasi akalar lekin bo'g'oz. Qarang, o'zi bo'yligi bilinib yotibdi, lekin hammasi past bilinib yotgan variantlarda. Buni qarang. Mashalloh. Islom aka bunday qilaylik-da, boshda. Bayda 29 ta, kimdir 10 ta olar, kimdir 5 ta olar. Agar telefon qilishsa, Telegram orqali video qilib tashlab beraverasizmi? Video qilib tashlab beramiz. Bemalol. Kelar mana, bemalol. Telefon qilasiz. Bu videomiz sal kechroq chiqadi. Bugun endi nima deydi? Hozir shom atrofida chiqadi. Bemalol 24 soat telefon qilishaversin. Behijolat telefon. O'ylanmay, kelar mana. Bemalol telefon qilasiz. Nima deydi? Kech olib qolibmiz. O'zi videomiz sal kechroq chiqadi. Bemalol telefon qiling. O'ylanmay. Sharoitga qarab deydi, 4 ta 5 ta ham sotlari kelishilgan holda. Sotilaveradi. Ikizlar ko'p bo'lmalar. Ekizakchilari ham ko'p. Ekizlar ko'p. Ana ekizlar mashlar. Qaysilar masalan deylik. Mashmoylar ekizlar. Mana, masha ekalasi ekizak. Buni qarang, voy. Mana akalar. Ikkovining bo'yinda baldog'i bor. Ekizakchisi ko'p. Ekizakchilari ham ko'p deyapti. Buni qarang, ektakdan tug'ib berib turadi, bo'lsa akalar bular lekin uyingizni qo'yib bosib ketadi deydi-yu. Mana. O'yladi qarang. Metr 10 bitta bo'yin o'lchab yubordi, qiziqishqa.
Bitta qo'ylar akalar haqiqatan bo'yi bir 85 atrofida bemalol chiqaversa kerak. Ilisga yuraveradi, lekin akalar buni qarang. Yirik, lekin haqiqatan yirik soliqlar ekan. Islom aka, bularni biz siz narxida gap, eng asosan hammasini bir joyga sotyapman deb ayting, bitta qutulasiz, hammasini. Bitta obunachimiz hammasini olib qo'yishi mumkin qo'ylar. Hammasi bir joy 5 million 200 mingdan beraman. Yo, 5 million ham ancha pastda chiqasiz. O, boshqa itlarga solishtirmang, Islom aka. Qo'ylar arziydi. Yo'q, qo'ylar arziydi. Yaxshi qo'ylar. Yoshligi uchun eshittiring siz. Narxini bomba qilib tashlang, sindirib tashlang deyapti. Obunachilar xudo xolasa yana o'sha Islom bo'yidan ko'proq chiqarib turib, kommentariylarda yozib, ishonaverasiz. Kutib turadi haq qo'ying. Siz obunachilaringizga 5 milliondan ketdi Yo'q. bir joyga. 4 million 300 dan. Yengil, ey. Islom aka, keling biz ham bir so'raylik, obunachilar tomon bo'lib bir so'raylik. Yengil. 4 million 300 dan 5 milliondan ketdi sizlar obuna. Yo'q, o'tasizmi, o'tmaysizmi? Yana 200 mingdan xayr bor. 48 dan. Yo'q. Baraka. Degan. Ey, Islom aka. 500 mingdan xayri qilib berasiz. 4 million 500 ming so'mdan hammasini bir joyga ketadi. Nima deysiz? Bo'laveradimi? Bir tortoriga obunachilar tanlab olishga kelishiladi. Tanlab olishiga kelishiladi. Hammasi bir joyga 4 milliondan ketdi. Baraka, akalar mana. 4 million 500 ming so'mdan, lekin mana uni qarang, u 6 million, 5,5 million emas. Bir tortoriga bo'lsa 4 million 500 ming so'mdan dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Andijon, Farg'ona, Qo'qon ketaveradi. Akalar mana. Oldi qaytar. Buni qarang. Bir tortoriga bo'lsa akalar, xudo xolos 4 million 500 ming so'mdan uni Samarqand, Toshkentlarga telefon qilib qolsa-chi? Aka kelishilgan narxda beraver, yo'l kirasini o'rtada qilib beraveramiz. Dastlabga qilib beraverasiz lekin. Dastlabki yo'l kirasini. Mana akalar. Hammasini olishadi, eshitdingiz? Samarqandlik ekanamiz, hammasini olishadi. Dastlabkasiga 1 so'm pul berishmaydi. 4 million 500 ming so'mdan dastlabga qilib beradi. Islom aka. Nima bo'ldi? Hammasini olishadi. 4 million 500 ming so'mdan bir tortorga hammasini Samarqandgacha yetkazib beraveramiz. Samarqandgacha yetkazib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Mana. Bugun bo'lsin, obunachilarga bo'lsin dedi. Akalar, xudo xolasa telefon qiling, bemalol 4 million 500 ming so'mdan, lekin haqiqatan qulay qo'ydi buni kecha ko'rgan bo'lsangiz kanalda 6 million 100 mingdan qo'ydi, ko'rdingizmi? Ash qo'ylar. Nima deydi? Narxi xudo xolasa qulay bo'ldi, arzon bo'ldi. Agar ashdan qo'ydi mana. Narxi bugun men yangiman dedilar, arzon qo'yib, xudo xolasa tars bitta qutulish maqsad. Bitta obunachilar hammasini olib qo'ying, xudo xolasa. Buni qarang, ikkizachlari ham ko'p dedilar ichida. Buni qarang. Telefon qiling akalar, xudo xolasa xullas ish bitadi. Bemalol telefon qilavering. Yo'masam biz keyingi partiyalar. Tamam, shoshilinglar. Akalar, yo'masam biz keyingi partiyalarimizga o'sha soliqda zo'rlardan, Velikan variantidan so'ragan akalarimizga o'ta katta, hammasini qulog'i akalar baldaqlari bor. O'sha Qirg'iziston, Beshkek shahridan kelganlar, xudo xolasa buni qo'yladi qarang. Hammasi yosh, buni qarang akalar mana. Bo'yi katta, bo'yi balandni olib, boqing, qo'ydim, maza qilasiz. Akalar mana. Buni qarang. Sifatlari zo'r ekan, lekin eng asosan akalar ko'p yerda chiqaryapmiz yosh katta qo'yib. Bular yosh akalar, 2-4 hammasidan bor ekan. Manzilimizni yana qaytarib o'tib ketamiz akalar. Namangan shahar, Lola 17-maktabni atrofida ekan. Bemalol kelib ko'raman deysa, lakasi tashab beriladi. Buni qarang, eng asosan bu basharasi aytib turibdi, yosh variantida. Buni qarang. Islom aka, nechta bu yerda? Bu yerda nechta? Buni qarang. 24 ta. 24 ta akalar. Mana 24 bosh, lekin qo'ylar qani. Hammasi sifatli zo'ridan lekin buni qarang. Bular ham ashlar partiyasidanmi? O'shalar partiyasidan bitta kelgan o'shalar bilan. Bularni ham tishi yosh. Bularni ham tishi yosh. Tas-tasimiz ham birikdan tishini ko'rsatib o'tib ketaylikchi, o'zim tas. O'zingizdan nima deydi? Bu bo'yini ushab tas ko'rsatib o'taylikchi. Mana 4 yosh akalar. Buni qarang. Qo'yiladi. Eng asosan akalar tishi yosh variantida. Shu aks olganda yosh varianti. Buni qarang. Hajjanivor. Ushab ko'rsatavering. Ikki tish. Mana akalar. Masalan, ikki tishlilar ko'p bor. Ko'p ikki tishlari. Bu tomonga sekin quvunch mashlar mana akalar. Qo'yiladi qarang. Hammasi yirik soliqlar akalar. Bemalol kelib olishlaringizni tavsiya qilamiz. Mana akalar. Buni qarang. Yirik soliqlar eng asosan. 24 bosh. Yemoq ichmoq sog'ligi zo'r. Mana akalar. Garantiya beriladi. Mana akalar. Bir hafta garantiya beriladi. Buni qarang. Hammasi bo'g'oz bular ham, qo'chqordan yurgan. Buni qarang. Ikizachilari ham bor, buni ichida buni qarang, mana shu ham tag bor, xudo xolasa akalar mana.
Kizakchi bo'g'oz so'ragan akalarimizga xudo xolasa videoni. Islom aka bunday qilaylik. Endi shaharlargalarimiz ham ko'pda baribir bizniki ham men o'zim ko'p chiqargan kelib lakasi tashlashni bilasizmi? Siz birinchi chiqarishingiz u. Lakasi tashlash bilan 17-maktab shu Lola. 17-maktab. Bolton samolyotga 17-maktab oldin kelib Kelishaveradi. telefon qilishsa bo'ldi. Bo'ldi, mana akalar bemalol kelib olishingizni tavsiya qilamiz. Hey jonivor, o'sha. Mo'g'uylar qara akalar, mana. Haqiqatan yirik sog'liqlar. Uni qara. To'rt. Ikkitishdan 4tishga endi o'tyapti ekan o'zi ham. Yosh akalar. Uni qara. Mashalloh. Akalar haqiqatan birinchi chiqarishim deyaptilar, sal qandaydir ijod qilyapti. Bo'ldi, narxi buni Islom aka bo'ladi degani bitta bir tortarga hamma 24 tasini. Shu 4.5 dan ketdi. Yo, bularni xayri qilib berasiz endi Islom aka. Endi xayri qilib berib. Yo, Daniel, maqsad sotish bugun, to'g'rimi? Telefon qilgan obunachimiz ishi bitsin. Keyin 4 million 400 mingdan ketdi, 100 ming. 100 dan bo'lsa so'rashmaydi. 4 milliondan 300 dan bo'ldi. Sizga 200 dan kam bo'ladi. Yengil. Siz obunachilaringiz. Baraka, akalar mana. 4 million 300 ming so'mdan bir tortarga akalar telefon qilasiz, xudo xolasa bemalol. 24 soat akalar bemalol telefon qilaverasizlar. O'ylanmay, o'ylaguncha tavakkal tas ishni bitirib deganda telefon qilsangiz bo'ldi. Qo'yiladi, lekin bo'yiga e'tibor bering. Bo'ylari bo'ydor qo'ylar ekan. Buni qarang. Islom aka bugunga shu ikki partiya xolos. 2 partiya xolos. Telefon qilishaversa 24 soat. Ha, bexijolat telefon. Bemalol akalar 24 soat telefon qilasiz. Ish bitadi. Bemalol telefon qiling. Yo'qmasam akalar bugungi videolarimiz shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, tamom. Qarang. Sal yurgizingchimda. Akalar mana. Qo'chqor, qo'chqor soluqlar bilan yurgan dedi. Hey jon, o'sha makkam. Aytkim kelmadi, ash qo'chqor yurgan ichida. Mana akalar. Belgasi bir xil, o'sha sog'liqlar Soluqlar bilan akalar mana bilgi bir xil. Sal yurgizingchi qo'ydi. Mashalloh. Akalar mana qo'ydi legenda variantdan so'ragan akalarimizga maksimal darajada jo'natib qo'ydi qarang. Qo'yam endi shakka tushiyordi mana. Ishini ochinchi. Shakka endi tushiyordi. Bo'yi ne chiqadi mashina bo'yi? Bo'yi 1 metr chiqsa kerak. O'lchamadi hali olmalar. Telefon qilishsa o'lchab berilaveradi. O'lchab berilaveradi. Kelar mana. Qo'ydi qarang. Mashalloh. Lekin buni qarang. Turuviga bittadan laykni bosib qo'yasiz akalar, turuviga. Haqiqatan turuv katta, yirik, arashan sog'liq. Buni qo'chqor deydi, buni qarang. Dumba razrezlari tiniq holatda ekan, lekin rosa o'sha yana boshqa qo'chqor sog'liqlarga o'sib qo'shsa arziydi. Maktam o'sha yana qo'shilaveradi, endi topishsiz sog'liqda. yana qo'shilaveradi. Keling buni. Uzunligi ham o'ta uzun ekan lekin. Buni qarang. Islom aka, haligi nima deydi? Uni bolasi, buni bolasi 2000 dollar, 3000 dollar YouTube'da qo'yapti-yu. Hey jonivor, maktam o'sha. Hey jonivor. Haligi nima deydi? Siz narxini yengil qilib beringchi obunachilarimizga, puliga arzizdan qilib beringchi. Xo'p. Mana qo'y 1100 dollarga siz obunachilaringizga berib yuboramiz. 1000 dollarga yengil. Xursand bo'lib obunachilar sotildi 1000 dollarga. Keling, baraka qilib qo'ying. Baraka, akalar shu sog'liqlarga qo'shib oling. Yana 5 yil bolasini olib yuraverasiz. Sog'liqlar ham yosh. Bu ham ikkishga endi chiqibdi lekin akalar mana. Endi chiqqan. 1000 dollarga xudo xolsa qo'shib olasiz. Xudo xolsa agar sog'liqlar bilan birga olsangiz, ozgina o'tib ham beradilar. Bemalol telefon qilavering, xudo xolsa zo'rlar. Buni qarang. Mashalloh. Shoshilamiz akalar, lekin qo'chqor basharalari oq yuzidan mana. Shoshilib telefon qiling, xudo xolasa zo'rlar. Buni qarang. Akalar haqiqatan dumba razrez ekan. Tikkaga baland kanda qarang, chiqqan ekan mana. Bu belam, lekin bu belam yo'q. Buni qarang. Islom aka telefon qilishaversin, yo'qsa ozgina xayr-payri qilib berasiz. Haqqi beramiz. Bo'ldi gap. Akalar xudo xolasa bemalol telefon qiling. Ozgina xayrisi bor.